Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Boran zapravkada to'liq bir plan hovli joyini obzorini qilamiz. Like'larni bosib doim qiling, qo'llab-quvvatlanglar. Garajini o'zini ziliyoni zona bog'ina ega baland solingan 2014-yilda qurilgan joy do'stlar. Ko'na joy emas. Yashash uchun barcha sharoiti bor, quvvatli solingan, 50% dan ko'p pishgan karish ishlatilgan, baland solingan joy bo'ladi. Yarımı 2 etaj ayağını xalasanızlar, o'zlaringizning dedingizda mansarda qilib olsam bo'laveradi do'stlar. Ushbu hovli joyimiz o'zi yashimanda mustahkam qurilgan bo'ladi. Yine erchaklar, shaftoli, erik hamma narsa uzun-puzunlar ham ekib chiroyli shuni ziloni bog' qilib qo'yibdilar. Yurtdoshlar, bu tomonida garaji o'zini joyini bog'i arkasında yine garajdan bir sanuzelleri, xullas uyimiz 3 sanuzel. Hacetxanalar ama отдельный, kanalizatsiyalar отдельный. В общем yine görüşeceğiz mümkün. Joydan baland solingan. Şuradan garaj kısmı bo'ladi. 30'a 14 bo'ladi do'stlar. 420 kvadrat metr. Ajoyib lokatsiyani ham tushuntirib o'tamiz. Bunda Boran zapravkadan o'tib, To'pur ko'cha benzin kolonkasi ishi turib, benzin zapravkadan kirib kelsangizlar, birinchi emas, ikkinchi ko'cha uglovoy joy. Joyimizda umuman gap yo'q. Yurtdoshlar, hovli joyimiz olib bir yashag'idin nüfuzli oilani joyi. Ayrim bir yaxshi sabablarga ko'ra sotib chiqqan. Bilasizlar, gazi, suvi, sveti, transportlarida muammo yo'q. Inshodan o'tsangizlar 28 yurt turibdi. Stashka proxodlar quyilgan bo'ladi. Polni ostidan sirkulyatsionni vozdux liniyalari ham qilingan. Bedam gul otizlar, berdan mina chiroyli roza gullarni ham ekib qo'yibdilar. Yurtdoshlar, joyimizni eni 14, uzunasi 30 bo'ladi. Ikkili eshik qo'yilgan. Stashka proxod stupenkalar qo'yilgan. Gaz o'chiruvchilar tashqi qismida, konditsionerlar, elektron o'chiruvchilar ham tashqi qismida bo'ladi. Ikkili eshikdan ikkisi qo'yilgan. Ishani, deshani. Bismillah. Dalam bizani shuni kirgandan kutib oladi. Keng, katta, uzunasini 10 metrda bor. Tak. Yog'och pol laklangan, plotni qurgan, sifatli taxtalar qaqilgan bo'ladi. Yurtdoshlar jihozlar masalasini kelishaverasizlar. O'zlaringiz patologlarga ham e'tibor beringlar. Chiroyli ishlangan, shuning katta hovli joy. Bir plan joy hozirgi 170-200 kvadrat metr hovli joylarning bahasida. Katta baland eshiklar qo'yilgan. Bu tomonda yana ko'rib turganingizdek spalnya bo'ladi. Girishdan chap tomonda eshitish tizimlari, bayna registrlar, avtomatlarimiz Euro sxemada o'tirilgan bo'ladi do'stlar. Yurtdoshlar, bu uyimizda eslatib o'tamiz, gazi, suvi, svetidan muammosi yo'q. Tak, spalniyadan boshlaymiz. Eshiklar MDF eshiklar qo'yilgan bo'ladi. Tak, spalnya ham keng. 4'e 6 bor. Polni asujit qilib fonda chiroyli yashalib o'tirilgan bir fayzli xonadon. Katta jihozlar ham sig'adi yurtdoshlar. Birdan daborlar ishlangan ikkili eshik zalimiz. 4,5 10 bo'ladi bu. Kattaligini ko'rib turibsizlar. Perdelar ham asib qo'yibdilar. Aynalar sifatli akvaplastik ramlardan. Shuning balandligina gap yo'q. Eshik üstünden ham görürsüzler. Joyimiz patologlar ham ajoyib ishlangan. Fonda zalimiz. Qalasanızlar, atachen to'qilasizlar ramka uslubundan. Umuman sazlab olsa bo'ladi yana bir dedingizda mustahkam joy. Joyimizda gap yo'q. Bu yerda eshitish tizimlari o'rnatilgan bo'ladi. Dalamning kengligi yurtdoshlar. Gap yo'q. Bu yerda lestnitsamiz ostidan kirmashillar, ariston, отопление kotelnimiz sho'rda ekan. Bu ikkinchi etajga chiqish qismimizdan daborlar ishlangan. Koronalar bilan ajoyib. Tak, kuzatishni davom etamiz yurtdoshlar. Bu yerda yana bir zalimiz. Ikkili eshik qo'yilgan, eshitish tizimlari, 2 oyna tashalgan. Patologlar ham chotki ishlangan bo'ladi. Yog'och pol, zalimizning tenda podvali bor. Odam bo'yli, polni svobodniy yurib chiqib yursa bo'ladi. Bu yerda oshxonamiz bam keng tushgan. Ajoyib polni semya ovqatlanadigan. Yine kuxnya mebelli. Потолоки plastikdan bo'ladi. Gaz plita, komfortkalar. Shu yerda vытяжкасы bilan посудомойщик, kafel fartuqlar. Urilgan bu yerda oynasi ko'cha tomoniga qaratilgan kuxnyaning eshitish tizimlari.
Uyimiz ajoyib qurilgan. Bu tomonimiz pishgan kalushdan urilgan bo'ladi. Polni yog'och pol. Do'stlar, koridorimiz ham isitish tizimi tashlamaydi. Gelinglar, ko'ringlar bu joyni. Chunki hamma joydan maqtib vermaymiz. Bu joyimiz bog'i, stashkalar, paraxodlar qo'yilgan bo'ladi. Bu yana bir chiqish kodimiz. Ko'cha tomondan ko'rsatdik. Bu yoqda yana daraxtlar ekib qo'yibdilar. Uyimizni tashqi ko'rinishi bu yoqda bog' tomondan. İnşallah obunachilarimizdan birine nasib etsa xursand bo'lamiz. Katta hovli stashkalar qilingan garajimizdan. Bu yerdan sanuzel bor, даже garajdan konditsioner qo'yib qo'ydilar do'stlar. Salqin bo'lib turadi. Ağaç bilan bosilgan. Yashiman degan maqsadda tarafana adam garaja konditsioner qo'ymaydi. Ajoyib xonadon. Bu yandan tushirib o'tirmaymiz. Bu yanda kladovочница bag'ana qazon o'choqladiribdi. Bu yerni ikkinchi etajından ham foydalansa bo'ladi. Terasga qilib qo'ydilar. Sizlar bilan ikkinchi etajni syomka qilamiz. Like'larni bosib qo'yinglar. Kanalimizda yangi so'zlar podpisatsiya tugmachasini bosinglar. Xalqimizga shuning feyzli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Do'stlar, bu yerda sanuzelni ko'rsatmadik. Sanuzelni dapotalka kafelar urilgan bo'ladi. Bu yerda yana rakovinasi, unitazi, vannasi, полотенцесушитель, подушка, подалка, plastikdan. Doğru girib kelib yashab ketiladigan tayyor hovli joy. İnşallah hozirda arzon bahoda chiqib turibdi. Obunachilarimizdan birine nasib etgini. Yarki aynalar bir yerdan bombachilar şöyle nasip qo'yibdilar. Do'stlar, xonadonimiz lekin tarafa javob beradi. DP'de bir yerda bir sanuzel, ikki spalnya var ekan. Bir yerdan bir spalnyamiz. Keyin katta oynasi uyimizning oldi qismine qaragan bo'ladi. Bu tomonda sanuzel, rakovina, unitaz, vanna, kafellar, urilgan smesitellar. Bu yerda mana keyin spalnya. Do'stlar, bu yerda mana garnituralar sig'ib turibdi. Podokонник isitish tizimi, akvaynar, jaluzi, perdeler gap yo'q. Daborlar ham ishlangan bo'ladi. Do'stlar, hovli joyimiz tayyor holatda sotuvga chiqqan. Kelasizlar hech qanday naложение qilmasdan yashab ketsangizlar ham bo'ladi. Tak, narxina keladigan bo'lsak, 110 ming dollar aytib turibdi. Qaytib beraman, kelishtirib ozgina deydi. Bizlaringiz mulk egasi bilan bog'lanib savdolashaverasizlar. Inshaalloh oluvchilarga nasib etsin. Bahasına 100 marta arzıydı. Katta keng hovli joy. Bir oila haz etib yashaydi. İnşallah satılışına sebepçi olsak xursand bo'lamiz. Like'larni bosib doimgidek hurmatli obunachilar podдержка qilinglar. Doimgidek bizlarni qo'llab-quvvatlanglar. Like'larni bosib inshaalloh hovli joyini satılışına sebepçi olamiz. Yurtdoshlar kimki o'z ko'chmas mulkini sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Satışda yordam beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz bilan tanishib borasizlar. Hovli joyimiz masalasi bo'yicha yana pastdagi nomerlarga telefon etib, kelib o'zi bilan savdolashib olaverasizlar. Mulk egasi bilan salomat bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.